Yurtimizda o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini yanada shakllantirish, jadid bobolarimizning boy ma'naviy merosini keng targ'ib qilish orqali ularni kitobxonlikka jalb etish maqsadida yurtimizda amaliy harakatlar davom etmoqda. Xususan, Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tomonidan joriy etilgan va 2 yildan buyon an'anaviy tarzda tashkil etib kelinayotgan Jadidlar izidan respublika tanlovi ham shu yo'ldagi tashabbuslardan biridir. Oktyabr oyidan start olgan ayni tanlovning hududlarimizda viloyat saralash bosqichlari bo'lib o'tmoqda. Biz esa ijodiy guruhimiz bilan Andijon viloyatidagi bilimdonlarning bahsini kuzatish maqsadida ushbu manzildamiz. Qayd etish o'rinli, davlatimiz rahbari tomonidan ilk bor mazkur loyiha tashabbusi ham aynan Andijonda ilgari surilgan edi. Bugun maktab bosqichidan muvaffaqiyatli o'tgan iqtidorli o'quvchilar tanlovning navbatdagi shahar bosqichida ishtirok etishmoqda. Mavjud 58 ta umumta'lim maktablaridan qatnashayotgan 110 nafar o'g'il-qiz g'oliblik uchun kurashadilar. Respublika bo'yicha Jadidlar izidan ko'rik tanlovida ishtirok etish istagini bildirgan o'quvchi-yoshlar 656 ming nafarni tashkil etadi. Buni 109 ming nafari Andijon viloyatining o'quvchilari hisoblanadi. Albatta bu katta raqam. Men bundan xursand bo'lamanki, chunki Andijon viloyatining o'quvchilari, nafaqat boshqa viloyatlar ham jadidlarning hayoti va ijodi bilan ko'proq qiziqayotganligini bildiradi. O'tgan yili 45 mingdan ortiq o'quvchilarimiz ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, bu yil bu natija juda ham yuqori. 109 mingdan ortiq o'quvchi yoshlarimiz shu Jadidlar izidan ko'rik tanlovida ishtirok etish istagini bildirishgan. Bu natijaga erishishimiz bejiz emas, chunki o'tgan yili Jadidlar izidan ko'rik tanlovini viloyat bosqichida yuqori natijalarga erishib, respublikada faol ishtirok etgan Buloqboshi tumani 11-maktab o'quvchimiz Rahmatjonova Shodiya Bonu Germaniyaga yo'llanma olgan edi. Bu natijani eshitgan o'quvchi yoshlar bu yil ko'proq qatnashdi. 109 ming haqiqatda katta raqam. Shuning uchun biz birinchi navbatda nizomda keltirilgandek maktab saralash bosqichlarini o'tkazib oldik. Mana bugun tuman shahar bosqichlari yuqori ko'tarinki ruhda o'tyapti. Bu jarayonni yana ham ommalashtirish maqsadida shu Jadidlar izidan tanlovida o'quvchi yoshlarimiz ko'proq ishtirok etish maqsadida hamda shu jadidlarimizni hayoti va ijodi bilan ko'proq tanishish istagini bildirish maqsadida bugun o'sha Germaniyaga yo'llanma olgan qizimiz Shodiya Bonu bilan ham uchrashuv tashkil qildik. O'ylaymanki, shu o'quvchi yoshlarimiz bugungi tuman shahar bosqichlarida g'olib bo'lib, viloyatda ham eng faol qatnashib, respublikada albatta chet davlatlariga yo'llanma olishadi degan umiddaman. Men Rahmatjonova Shodiyona, Andijon viloyati Buloqboshi tumani 11-sinf o'quvchisiman. O'tgan yil ilk bor tashkil etilgan Jadidlar izidan tanlovida respublika bosqichigacha chiqib, Andijon viloyatini hamda O'z tumani Buloqboshi tumanini munosib himoya qildim va birinchilikni qo'lga kiritib, Germaniya safarini qo'lga kiritdim. Va asosan ushbu tanlovga qatnashim maqsadi faqatgina Germaniya safarini qo'lga kiritish emas va o'sha davrda shu yashab o'tgan jadidlarimizni his qilgan tuyg'ularni tuyish va u davrdagi ana shu qonli urushlarni, inqiloblarni, qizil inqiloblarni, albatta ana shu paytda yuz bergan holatlarni o'z ko'zim bilan ko'rish edi. Mana Germaniya safariga borib, ana shu jadidlarimiz ta'lim olgan, jadidshunoslarimiz ta'lim olgan universitet, ya'ni Gumboldt universitetida bo'lib keldim. Har bir qadamimda, har bir nafasimda ana shu Germaniyani ma'naviyatini, madaniyatini tuyib keldim desam mubolag'a bo'lmaydi albatta. Mana bugungi uchrashuvimizda ana shu jadidlarimiz va yangi jadidlarimiz bilan uchrashuv o'tkazdik. Albatta ularni ko'zda ko'rinib turgan ishtiyoq meni ham yanada yuragimni jo'sh urdirdi, chunki ularda qatnashishi faqatgina Germaniya safari emas edi. Jadidlarning hayotini o'rgangan, bilgan va mustaqillik uchun harakat qilgan ushbu jadidlarimizni ortidan ketayotgan yangi jadidlar desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Mazkur saralash jarayonlari 2 ta shart, 25 ta test va savol-javob bosqichlarida o'tkaziladi. Bunda o'quvchilar 2 yosh toifasida 6, 8 hamda 9, 10 sinflar kesimida bahsga kirishadilar. Mazkur maktabdagi maxsus tayyorlangan xonalarda andijonlik yoshlar dastlab test shartidan sinovdan o'tishdi. Ajratilgan vaqt esa 25 daqiqani tashkil etdi. Tanlovda 2-marta qatnashyapman. Birinchi bosqich test savollari bo'ldi. Test savollarda bilgan jadidlarim tushdi. Birinchi o'rinda olish niyat bor va respublikaga chiqib Germaniya sayohatiga borish niyatim bor.
Hozirgi kunda jadidlar izidan ko'rik tanlovining shahar bosqichi ishtirokchisiman. Shahar bosqichigacha yetib kelish albatta oson bo'lmadi, lekin biz uddaladik. Nimagaki? Chunki maktabimizdagi sharoitlar juda ham yaxshi. Jadidlar izidan klubi tashkil qildik va 1 yildan buyon shug'ullanib ketmoqchimiz. O'tgan yil ham natijaga erishdik. Viloyat bosqichiga o'quvchilarimiz chiqdi va faxrli o'rinlarni egallashdi. Hozir esa men faxrli o'rinlarni egallayman degan umiddaman. Hozirgi kunda juda raqobat kuchli, chunki yutug'i respublika bosqichi yutug'i Germaniyaga sayohat bo'lganligi uchun hamma yoshlar Germaniyani ko'rgisi keladi, borgisi keladi. Shu qatorda men ham juda qattiq tayyorlandim, yutaman degan umiddaman. Shuningdek, 2024-2025 o'quv yilidan boshlab faoliyati yo'lga qo'yilgan jadidlar izidan to'garagi ham o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, kitob mutolaasi va kitobxonlikni targ'ib qilishga xizmat qilmoqda. Mas'ullarning bizga ma'lum qilishicha, bugungi kunda shahardagi barcha maktablarda ushbu to'garak tashkil etilib, mashg'ulotlar muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Qodirini sotgan odamlar, millatim deb o'tdilar bobom, millat uchun kuygan qadamlar, sizni deya ketdilar bobom, Qodirini sotgan odamlar. Sababmidi o'tgan kunlari, motam bo'ldi ketgan kunlari, qanday otdi so'nggi tonglari, Qodirini sotgan odamlar. Mana 2 yildirkim ajdodlarimizga munosib avlod bo'laylik shiori ostidagi to'garakda qatnashib kelmoqdaman. Bunda biz ajdodlarimizni o'rganish natijasida jadidlarimizni hayoti va faoliyatini o'rganar ekanman. Ularning vatanimizga bo'lgan muhabbati, fidoyiligi, qat'iyatligiga qolmasdan iloji yo'q. Musobaqa jarayonlariga qaytsak, navbat ikkinchi shartga, ya'ni savol-javobga yetib keldi. Ushbu bosqichda tanlov nizomiga ko'ra faqatgina yuqori ball to'plagan o'quvchilargina ishtirok etadi. Yangi masjid va madrasa nomli xabar bilan ilk chiqish qilgan adib kim? Munavvara qori Abdurashid Xonov. Uchinchi savol, kim 1917-yil fevral voqealaridan keyin Yashasin xalq jumhuriyati shiori ostida Turon gazetasida chiqish qildi. Oldin shu yilda nimalar bo'lganini aytib o'tadigan bo'lsam, 1917-yil Chor hukumati yiqitildi. Chor hukumati yiqilgach, Turkiston muxtoriyati e'lon qilindi. Jadidlar uchun bu keng imkoniyatlarni ochib berdi. Jadidlar o'zlarining fikrlarini, g'oyalarini keng targ'ib etishni boshladi. Shu yilda Yashasin xalq va jumhuriyati shiori ostida Turon gazetasida chiqish qilgan Abdulla Avloniy. Chig'atoy guringi tashkilotining asoschisi kim? Bu Abdurafit Ratib. Chig'atoy guringi pan-turkizm, umumturkchilik, ya'ni til masalasi bo'lgan masalalarni o'z oldiga qo'ygan bo'lib, o'zbek tilini yaratishda katta yordam bergan. O'zbek tilida ilk darslik qaysi jadidchilik harakati a'zosi boshligidan nashr qilingan? Munavvar qori Abdurashid Xonov. Bu tanlovda raqobat juda ham kuchli. Ayniqsa men bu tanlovda o'tgan yil ham qatnashganman. Bu tanlov juda ham qiziqarli. Ayniqsa prezidentimizga rahmat. Bizga shunday katta imkoniyatlar yaratib berayotganligi uchun, mana shu jadidlarimizni o'rganish biz uchun katta sharafdir. Chunki jadidlar haqiqatan ham mana shu O'zbekistonning birinchi hurriyat poydevorini yaratib bergan insonlardir. Musobaqada qatnashchilar tarixiy manbalar va o'qib o'rganganlariga tayangan holda savollarga aniqlik, tezkorlik bilan javob berdilar. Ayniqsa, tanlov orqali o'quvchilarda tanqidiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalari shakllanayotganini guvohi bo'ldik. O'zim ona tili va adabiyot sohasiga qiziqqanim uchun o'zimni sinab ko'rishga qaror qildim va ustozimiz tavsiya qilgan kitoblarni, adabiy kitoblarni o'qidim, jadidlar hayotini o'rgandim. Tanlov juda ham zo'r bo'ldi. Birinchi shartda yuqori ball olganlarga havasim keldi. O'zim ham yaxshi ball to'play oldim. Bu yerda yangi ko'nikmalarni hosil qildim. O'zim bilan tengqur bo'lgan tengdoshlarimni ko'rdim. O'zimdan katta bo'lgan zukko va bilimdon opalarim, akalarimni o'zlarini qanday tutishini, qanday go'zal nutq bilan gapirishni o'rganib oldim. Yakuniy natijalarga ko'ra 2 yosh toifasida eng yuqori ballni qo'lga kiritgan 2 nafar ishtirokchi endilikda Andijon shahri sharafini himoya qilishadi. Eslatib o'tamiz, respublikada ham yuqori ballarga ega bo'lgan ishtirokchilar ta'lim sayohatiga borish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Biz esa musobaqaning tuman bosqichidagi jarayonlar bilan sizlarni tanishtirish uchun navbatdagi hudud tomon yo'l olamiz.